Agar sifatli ta'lim bo'lsa, bu ham e'tibor. Prezidentning ishongan kuchi, qudrati muallimlar, murabbiylar. Ana shunga biz hammamiz birlashsak, o'shanda natija bo'ladi. Biz Evroskol xususiy maktabini 2024-yil ta'lim sohasi bo'yicha ish faoliyatini boshlaganmiz. Bu faoliyatimiz davomida boshda ish faoliyati eski tumandagi kollejda boshlaganmiz, kichikroq qilib. Hozirda tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining kafilligi asosida Asaka Bank Urganch filialidan 1.991.200.000 so'm kredit olib, faoliyatimizni kengaytirdik. Bundan tashqari kompaniya va bank olingan kreditni ma'lum qismini kompensatsiya qilib berdi. Biz kompensatsiya qilingan 200 milliondan ortiq mablag'ni ta'lim sifatini oshirishga qaratdik. Tumanimizdagi eng yaxshi ustozlarimizni shu yerda ish bilan ta'minladik. Hozirda bizlarda 12 nafar pedagog faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, biz faoliyatimizni kengaytirib, bu yilgi rejamiz 15 nafardan oshirishni reja qilganmiz. Эта школа открылась недавно, частная школа, и в этом году открыли русские классы. Мы набрали 40 человек в русские классы, образовали 2 класса по 20 человек. Методика отличается тем, что мы больше часов уделяем математике и английского языка. Кроме учебников у нас есть свои дополнительные материалы. Частная школа отличается тем, что у нас количество учеников уменьшается уже, то есть у нас максимальное количество это 20 учеников. А раз 20 учеников, то есть учитель может больше внимания уделять каждому ребенку индивидуально. Все это создаст условия, чтобы ребенок, конечно, освоил лучший материал и потом он достигнет более высоких результатов. Salom, mening ismim Orifjon. Men Evroskol maktabida 3-sinfda o'qiyman. Men Qirg'izistonda bo'lib o'tgan olimpiadada faxrli oliy o'rinni oldim ingliz tili bo'yicha. Ingliz tili bo'yicha yaxshi ustozlar, IELTS'i bor ustozlar bizga o'rgatadi ingliz tilini. Men 3-sinfman. Shunga qaramasdan B1 darajadagi savollarni yechib oliy o'rin oldim. Buning uchun ustozlarimga kattagan rahmat deb qolaman. Kelajakda maqsadim shu Evroskol maktabini zo'r bitirib, IELTS 9 olib, zo'r futbolchi bo'lishni maqsad qo'ydim. Hozirda tumanda Evroskol xususiy maktabi talab kattaligi sababli biz ish faoliyatimizni kengaytirish maqsadida qo'shimcha binolarni qurishni hamda o'quvchilar faqat bilim bilan, ta'lim bilan cheklanmasdan kasb o'rgatishga, mehnat xonalarini, sport zallarini, kompyuter xonalarini qurib, shularni remont qilib, texnikalarni olib kelishni rejalashtirganmiz. Va bu rejalarimizni tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi hamda Asaka Bank bilan birgalikda faoliyat kengaytirishni maqsad qilganmiz.